Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan mozi fe'llarini tuslanishini o'rganishga o'tdik. O'tgan darsda qaysini o'rgandik? Mozi, mahmuzlarni va muzoafni o'rgandik. Endi bugun nimaga keldik? Misol va ajvoflarni tuslanishini ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, birinchi o'rinda hozir mana bu yerga yozmabmiz. Misol nechta xil bo'lardi? Yo'lik. Va'ada majhuli vu'ida. Yasara yasara yusiru. Demak, va'ada vu'ida yasara yusiru. Xo'p, zoraba fe'lini zoraba majhuli zuriba bo'ladi. Uni mencha yodlab oldik, zorabaga qo'shib qaysini ham yodlab oldik, hattoki piyalarni ham tuslashni o'rganib oldik. Shuni yaxshi o'rganib olgan bo'lsak, bu va'ada, vu'ida, yasara, yusirolar xuddi mashinaga tushaveradi. Hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Demak, endi ajvofga kelamiz. Demak, mana ajvof. Ajvof ikki xil bo'lardi: vovlik ajvof va yolik ajvof. Demak, qala, qalu, qalatda qulna. Ya'ni bo'lib ketardi endi. Qulta, qultuma, qultum. Qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. O'tgan safar aytib o'tdik, mozi fe'llarda mana shu g'oyibini tuslasak, mana bu joyda qaysi qoida bo'lsa, qolganlarda ham shu qoida bo'ladi. Yozib aytib yurish shart emas. Qoidasi nima edi? 100 ga 100 tushaveradi. Demak, siz qola fe'lini misol uchun yodlamoqchi bo'lsangiz, mana shuni o'zini 10 marta qaytaring. 11-sida oxirigacha bitta o'qib qo'ying. Tushundingizmi? Mana shu yetadi sizlarga. Eng asosiy nima? Mana shu. Qolgani oson. Tushundingizmi? Mana uni 10 ta qaytarasizda, 11-sida bitta qo'shib qaytarib qo'ysangiz bo'ldi, osonroq bo'ladi va osonroq yodlaysizlar. Demak, qola aslida qovala bo'lgan ekan. Hop, kasal harf vo bilan yo qanday harakat bo'lishidan qat'iy nazar, oldidagi harf fathali bo'lsa, alifga qalb bo'lib ketadi, qola, Demak, mana bu joyda ham qolu, qolat, qolata. Mana shu 5 ta siyg'ada bir xil mana shu qoida ishlaydi. Tushunarlimi? Endi qulna aslida qovalna bo'lgan ekan. Bunda ham shu kasal harf vo bilan yo qanday harakat bo'lishidan qat'iy nazar oldidagi harf fathali bo'lsa, alifga qalb bo'lib ketyapti. Natijada nima bo'ldi? Qolna bo'ldi. Ikkita sukun teng kelib qoldi. Birinchisini hazf qilamiz. Natijada nima bo'ldi? Qolna bo'ldi. Endi Tushirilgan vovga badal qilib zomma beradi. Ya'ni ajvoflar ikki xil bo'ladi dedik, vovlik, yolik. Vovlik ajvof bo'lsa, zomma beramiz, yolik ajvof bo'lsa, kasra beramiz. Shu qoidaga binoan demak qulna bo'ldi. Bu yerda hali aytib o'tganimizdek, qulta, qultuma, qultum va hammasi da mana shu qoida ishlaydi. Xo'p, endi majhuli qila, qila, qilu, qilat, qilata, qilna. Qilta, qiltuma, qiltum, qilti, qiltima, qiltunna, qiltu, qilna. Qila aslida quvila bo'lgan ekan. Ya'ni kasal harfning harakati oldidagi harfning harakatidan boshqacha bo'lsa, ba'zan harakati oldiga ko'chiriladi. Oldiga ko'chirilganda bu qiyla bo'lib qoladi. Vo sukunli bo'lib oldi kasrali bo'lsa, yo'ga almashadi. Demak, qiyla bo'lib qoldi. Demak, qila, qila, qilu, qilat, qilata. Bunda ham mana shu 5 ta siyg'ada shu bitta qoida ishlaydi. Tushunarlimi? Endi qilna aslida quvilna bo'lgan. Hali aytgandek, vovda harakatini bu yoqqa olib beramiz. Qivilna bo'ldi. Vovni yo'ga almashtirib yuboramiz. Ikkita sukun teng kelib qoladi, hazf qilamiz. Natijada qilna bo'ldi. Qolganlarda ham mana shu qoida ishlaydi. Hop, endi vovlik ajvoflar asosan fa'ala yaf'ulu bobidan kelar ekan. Demak, qala yaqulu qul. Yo'q. Qala yaqulu qulna. Ya'ni zomma beramiz. Zara yazuru zurna. Tafa yatufu tufna. Soma yasumu sumna. Demak, vovlik ajvoflar asosan fa'ala yaf'ulu bobidan kelar ekan. Endi faula yaf'ulu bobidan ham keladi. Misol uchun tola yatulu tulna. Ya'ni tola aslida tovala emas, tovula bo'lgan ekan.
Ha? Tovula. Endi hali aytgandek, u nima deydi, bir rasmiy jihatdan bo'ladi xolos, lekin hech qanaqangi nimasi yo'q uni. 6-bobdanligini tuslashga aloqasi yo'q. Hattoki o'sha tolani siz tovala bo'lgan deb yorsangiz ham unaqa xato bo'lmaydi. Tushundingizmi? Faqatgina shu o'sha fa'ala yaf'ulu masu, fa'ula yaf'ulu bobidan ham vovlik ajvoblar kelar ekan. Hop, endi yo'lik ajvobga kelamiz. Demak, ba'a ba'a ba'u, ba'at ba'ata bi'na. Ba'a mana bay'a bo'lgan ekan. Bu ham alifga qalb bo'lib ketadi ba'a. Hali aytganimdek, bunda ham nima? Shu 5 ta siyg'ada nima bo'ldi? Bir xil qoida ishlaydi. Mana bunda bi'na aslida bay'ana bo'lgan. Mana shu qoidaning o'zi bu ham. Alifga qalb bo'lib ketadi. Ikkita sukun teng kelgandan alifni hazf qilamiz. Ba'na bo'ldi. U yo'lik ajvoh bo'lganligi uchun nima beramiz? Kasra beramiz. Bi'na. Qolganlarida ham bi'ata bi'atuma bi'atum ana shu qoida ishlaveradi. Endi majhuli mana bu'a. Bu ham xuddi mana quvilaga o'xshab turib, kasal harfning harakati oldidagi sog' harfning harakatidan boshqacha bo'lsa, harakati oldiga ko'chiriladi degan qoidaga binoan bi'a bo'ladi. Bunda ham shu mana shu 5 ta siyg'ada bitta qoida ishlaydi. Bi'nada bu'ana bo'lgan ekan. Ikkita sukun teng kelib qolganligi uchun nima qilamiz? Hazf qildik va bu o'zi aslida kasra bo'lib turibdi. Demak, mana shu bi'anadan boshlab moziyda ma'lumi bilan majhuli bir xil bo'lib qolar ekan. Masalan, bi'ana degani sotdi ko'pgina ayollar. Mana bu bi'ana Sotdi. yo'q, majhuli nima bo'ladi? Sotildi bo'ladi-da endi. Sotildi ko'pgina ayollar. Bi'atu men sotdim, bi'atu sotildim. Masalan, demak, bi'atu sotdim aslida bay'atum bo'ladi. Bi'atu sotildimchi buy'atu. Ya'ni aslida boshqacha bo'lgan bo'ladi xolos. Lekin mana shu joydan boshlab nima deydi? Moziyda ma'lumi bilan majhuli nima deydi? Bir xil nimada bo'lar ekan, o'xshash bo'lib qolar ekan. Xo'p, endi yo'lik ajvoblar asosan fa'ala yaf'ilu bobida kelar ekan. Demak, ba'a yabi'u bi'na, zada yazidu zidna, sara yasiru sirna, va hokazo. Xo'p, endi mana buni o'chirib turamiz. Hop, 6 bobni o'tgan darsda o'rgandik. Hop, demak, 6 ta chizib olamiz mana. Hop, demak, fatha kasra, fatha zomma, fathaton. Kasra, fatha, kasra, kasra, zommaton, ha? Ya'ni o'tgan darsda ba'zilar shuni tushunmagan ekan, nima bu deb. Ya'ni shu ayn barobarini yozilganda fatha, kasra, fatha, zomma, fathaton, kasra, fatha, kasra, kasra, zommaton. Hali aytgandek, qachon esingizdan chiqib qolsa, shu yozib turib esda olaverasizlar. Demak, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Demak, vovlik ajvoblar hali aytib o'tganimdek, qola fe'li fa'ala yaf'ulu. Mana bu bobdan kelar ekan va qaysi bobdan? Mana bu bobdan ham kelish mumkin dedik. Endi mana bu yo'lik ajvoblarchi birinchi bobdan kelar ekan. Fa'ala yaf'ilu, bay'a yabyi'u, ba'a yabi'u. Endi undan tashqari mana bu yerda xofa fe'li bor ekan. Shuni tushunamiz. Demak, xofa xofa xofu, xofat xofatda xifna. Xofa aslida xovifa bo'lgan ekan. Ya'ni bu qaysi bobdan ekan? Fa'ila yaf'alu. Ya'ni mana bunda 4-bob hisoblanar ekan. Fa'ila yaf'alu bobidan, ya'ni mana bobdan emas ekan. Qola yaqulu bobidan emas, bu fa'ila yaf'alu bobidan ekan. Shuning uchun mana xovifa yahvafu bo'ladi muzorisi. Bu ham
alifga qalb bo'lib ketadi. Mana shu 5 ta siygada bir xil qoida bo'ladi. Endi vovlik ajvofga nima berardik? Zomma beradi, lekin bu vovlik ajvof. Lekin nima beryapmiz? Kasra beryapmiz. Sababi fa'ila bobidagi ajvoflarga, misol uchun yo'lik bo'lsa, o'zi kasra beriladi. Masalan, shu haba yahabu mana. Bu ham nima? O'sha fa'ila yaf'alu bobidan bu yo'lik ajvof. Ya'ni yo'lik ajvof bo'lsa, o'zi albatta nima berardik? Kasra berardik. Endi vovlik ajvof bo'lsa ham zomma bermasdan nima beramiz ekan? Kasra beramiz ekan. Shunga binoan bu xifna bo'lib qoldi. Demak, haba habu habat habata hibna. Ham bu fa'ila yaf'alu bobidan ham nima? Yo'lik ajvof. Endi majhuli xifa xifu xifat xifata xifna. Demak, xifa aslida xuyfa bo'lgan ekan. Mana qubilani o'zi ekan bu ham. Xifna xuvifna bo'lgan ekan. Mana shunga qoidasi tushaverar ekan. Xo'p. Endi undan tashqari mana bu yerda mana mata yamutu nima degani? Mata yamutu o'lmoq. Mata yamatuchi. U ham o'lmoq. Xo'p, demak, matani tushunib ko'ramiz. Qaysi biriga tushadi shulardan? Mata matu matat matata mitna. Nima beryapmiz? Kasra beryapmizmi? Nima uchun? Mata yamutu bu vovlik ajvofmi, yo'lik ajvofmi? Vovlik ajvof bo'lsa zomma berasiz. To'g'rimi? Qola yaquluga o'xshaydimi? Ana fa'ala yaf'ulu bobidan mata yamutu. Demak, mutna, mutta muttuma muttum, mutti muttuma muttunna, muttu mutna. Demak, masalan, muttu deb yozamiz. Nima degani bo'ladi shunda? O'ldim. Muttu degan misol uchun o'ldim degan. Lekin kitoblarimizda masalan mashruq fe'ldan 10 ta kelgan bo'lsa, shundan 9 tasi bir mittu, mittum, shunaqa keladi. Bir marta muttu bo'lib keladi. Demak, bu ikki xil kelishi mumkin ekan. Demak, muttu bo'lib kelsa, demak u mata yamutu bobidan olingan bo'ladi. Mittu degan bo'lsa, demak u mata yamatu, mana xuddi xofa yaxofuga o'xshagan bo'ladi. Mana xifna dedik-ku, xufna demadik, zomma bermadik, agarchi nima vovlik ajvof bo'lsa ham. Demak shu. Demak, muttu mittu yoki muttum mittum har xil kelishligining sababi nima ekan? O'lmoq fe'li ikki xil bobdan kelar ekan. Mata yamutu fa'ala yaf'ulu bobidan, ikkinchisi mata yamatu, ya'ni fa'ila yaf'alu bobidan kelganda mittu bo'lib qolar ekan. Hop. Demak, mana shularni yozib o'rgan olamiz. Keyingi darsda inshaalloh qaysi fe'llarga keldik endi? Qaysi fe'l qoldi? Noqis qoldi xolos. Shundan noqis fe'lni o'rganamiz. Vovlik noqis, yo'lik noqis, Undan keyin qaysilar qoladi? Lafif multavi. Lafif multavi ham shu noqisning qoidasiga tushaveradi. Ya'ni noqisni ham mana bunga o'xshab turib tushunib olsak, bo'ldi. Lafif multavi ham xuddi qoidasini deyarli bir xil bo'ladi. Shu bilan keyin undan xolasa qolgan boblarga muzoriga o'tamiz. Aytgancha ham muzoriyda tuzlanishga o'tamiz inshaalloh. Demak, mana shularni yaxshilab o'rganib olamiz.